Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan Bahriddinov Olimjon. Bugungi mavzuyimizda eng asosiy ong osti blokini ochib beraman. Juda ham ajoyib mavzu, e'tibor berib turing. Biz uchun eng asosiy bo'lgan, bizni hayotimizni boshqarayotgan ong osti blokini ochamiz. Bu nima? Buni bilib olsangiz, hayotingizni o'zingiz istalgan tarafga o'zgartira olasiz. O'zingiz istagan narsani hayotingizga yoki insonni tortib ola olasiz va eng asosiysi hozir nima uchun mana shu hayotda, mana shu bir xillikda aylanada yashayotganligingizni har qanday holat bo'lishi mumkin tushunib olasiz. E'tibor bering, shu holatlar sizda ham bormi? Doim tushkunlikda yashaysiz, bir xil o'sha vaziyatlar aylanaveradi, hayotingizdan chiqib keta olmaysiz yoki hamma narsangiz bo'lib turib o'zingizni baxtli his qila olmaysiz yoki o'sha pulsizlikdan chiqib keta olmaysiz yoki atrofingizdagi insonlar, yaqinlaringiz bo'lishi mumkin, kim bo'lishidan qat'iy nazar sizga ozor bersa ham o'sha narsani tashlab keta olmaysiz. O'sha vaziyatda yashayverasiz. Nima uchun shunaqa? Ong ostining eng asosiy vazifasi xavfsizlik hisoblanadi. E'tibor bering, xavfsizlik, bizni xavfsiz saqlash. Bu nima degani? Ong ostining vazifasi bizni xursand qilish emas, baxtli qilish emas, boy qilish emas, bizni zo'r qilib kuchli qilish emas. Eng asosiy vazifasi xavfsiz saqlash hisoblanadi. Ong osti uchun xavfsizlik nima? Bu siz ko'nib yashayotgan vaziyatlar. Siz doim ko'rgan, siz ko'rib katta bo'lgan, ulg'aygan, doim eshitgan gaplar ong osti uchun xavfsizlik hisoblanadi. Hozirgi istalgan bitta muammoingizni o'ylang. Istalgan muammo bo'lishi mumkin. Munosabatlar, pul, o'zini sevmaslik, o'zini qadrlab yaxshi ko'rmaslik, ishda bir karyerada o'sib keta olmaslik, o'zini xuddi hech kimday his qilish, istalgan bitta muammoni o'ylang. Va mana shu muammo siz uchun xavfsizlik hisoblanadi. Ong ostingiz o'sha holatni yaratdi. Mana hozirgi hayotingizda qanaqadir muammolar bo'lyapti. Yillar davomida o'zgaraman deb o'zgartira olmayapsiz, to'g'rila olmayapsiz shu muammoni. Yechim yo'q. Kursga borsangiz ham yechim yo'q, kitob o'qisangiz ham yechim yo'q, ozgina o'zgaradi, iziga qaytib qolaveradi. Nega? Chunki ong ostingiz o'sha vaziyatni ataylab yaratyapti. Chunki o'sha vaziyat xavfsiz siz uchun. Endi aytishingiz mumkin, qanaqasiga xavfsiz bo'lishi mumkin? Menga yoqmayapti-ku. Ha, sizga yoqmayapti. Lekin e'tibor bering, ong ostingizda nima ko'p bo'lsa, aynan shu narsani tortib keladi hayotingizga. Siz aynan bolaligingizda qaysi gaplarni eshitib, yaxshi gapni eshitib katta bo'ldingizmi, yomon gapni eshitib? Ota-onangiz qanaqa yashadi? Ota-onangizni qanaqa yashaganligini ko'rdingiz? Ong ostingizga qanaqa ssenariy yozdingiz siz? Aynan mana shu narsalar biz bolalikdan ko'rib, eshitib katta bo'lgan narsalarimiz, bolalikdan yashab o'sha hayotda katta bo'lamiz-ku, o'sha bir xil yo'lda yuramiz. Va ong osti, demak meni hayotim shunday ekan. Demak, mana shu narsa tanish deb oladida, o'sha narsani hayotingizga olib kelaveradi. Yana aytaman, bu pulsizlik bo'lishi mumkin, munosabatlarda buzilishi mumkin, istalgan bir narsa bo'lishi mumkin, qo'rquv bo'lishi mumkin, farqi yo'q. O'sha muammoni o'ylang. Va o'sha hozir sizdagi o'sha muammo nima uchun yaraldi, nima uchun hayotingizga kirib keldi? Chunki sizga kerak edi. Ong osti xavfsiz his qilyapti o'zini. Nima uchun sizga ozor bergan insonlardan kechib keta olmayapsiz? Chunki aynan o'sha azob chekib yashayotgan vaziyat siz uchun xavfsiz. Agar balki o'sha sizga azob berayotgan vaziyatdan chiqib ketsangiz, yolg'iz qolib ketishingiz mumkindir. Balki kimdir meni yomon ko'rib qoladi deb o'ylarsiz. Balki odamlarning yonida nomingiz yomonga chiqib qolishidan qo'rqarsiz. Balki sal boy bo'lib bir kattaroq ishlarga kirishsangiz, kattaroq narsaga harakat qilib, kattaroq narsani orzu qilib boshlasangiz, balki ota-onangizni qolpidan chiqib ketarsiz. Chunki juda ko'p insonlarda shunaqa bo'ladi. Mana ota-onam qiynalib yashagan, ota-onam azob chekib yashagan. Agar men yaxshi yashaydigan bo'lsam hozir, ota-onamga xiyonat qilgan bo'laman. Ota-onamga xiyonat bo'lib qoladi bu narsa deb o'ylaydi. Bu ota-onaga xiyonat yomon narsami? Xavf kod yozilgan. Demak, ong osti nima qiladi? Bo'ldi, men o'sha azob chekkan hayotimda yashayveraman. Bo'ldi, men o'sha qiynalgan hayotimda yashayveraman. Chunki shu narsa xavfsiz. Ota-onaga xiyonat qilib bo'lmaydi-ku. Juda ko'p odamlarda bor. Sizda ota-onangizni hayotini o'zingizga kopiya qilib olasiz. O'sha hayotda yashaysiz.
Chunki ong osti uchun o'sha holat xavfsiz. Chunki bolalikdan shunaqa yashab o'rgangan u, shunaqa yashab katta bo'lgan u. Endi o'zgaraman desa, ong osti yo'l bermaydi, yo'l qo'ymaydi ham o'zgarishga. Nima uchun? Chunki o'zgaradigan bo'lsa, eski ishonchlar sinib ketishi mumkin. Xavfsiz emas bu yo'l. Bu yo'l o'rganilgan emas, tanish emas. Bu yo'ldan ong osti yurib ko'rmagan. Ong osti boylik nimaligini bilmaydi. Xursand bo'lib baxtli yashash nimaligini bilmaydi. Ong osti mehr beradigan odam bilan yashash nimaligini bilmaydi. O'shaning uchun hayotingizga kimdir kelib sizga mehr berib, yaxshi munosabat qilishni boshlasa, kimdir o'sha sizni qanaqadir bir ta'minlab e'tibor berib, mana pisand qilishni boshlasa, e'tiborga olishni, sizni odam o'rnida ko'rishni boshlasa, o'zingizni noqulay his qilishni boshlaysiz. Chunki xavfsiz emas u, xavfli bo'lishi mumkin. Chunki ong osti bilmaydi, o'rganmagan u narsaga. Ong osti uchun nima tanish? Urush, janjal, xo'rlanish, pulsizlik. Mana shu narsa tanish ong ostiga. Va o'sha narsa tanish bo'lganligi uchun ham o'sha hayotda yashaydi, o'sha vaziyatlarni yaratadi. Chunki siz buni kovlab o'zgartirmayapsiz-ku. Ong ostiga boshqacha yashash mumkinligini tushuntirib bera olmayapsiz-ku. Tushuntirishga harakat ham qilmaysiz. Faqatgina noliysiz, bo'ldi. Lekin o'sha vaziyat yoqadi sizga. Nima uchun? Chunki xavfsiz. Chunki ong osti o'sha yo'lni biladi. Mana tasavvur qiling, bitta yo'ldan ota-onasi yurgan, hamma qarindosh yaqinlari yurgan, u ham o'sha yo'ldan yuradi. Chunki u yo'l xavfsiz, yomon yo'l bo'lsa. Boshqa joyda sal tekisroq, yaxshiroq yo'l bor, u yoqdan yurilmaydi. Chunki yaxshi gap, yaxshi munosabat, to'kinlikda yashash bu xavfsiz emas, bu xavf. Odamlar gapirishi mumkin. Odamlarning e'tiboridan chetda qolib ketishi mumkin. O'sha sal boy bo'lib boshqacha bo'lib ketadigan bo'lsa, o'sha odamlar nima deydi? Xuddiki o'sha odamlar qatori emasda, odamlardan sal yuqori yashashni boshlasa, o'zini noqulay his qiladi. Sababi o'rganmagan mana bu yer. Tana uchun tanish emas u yo'l. Tushunyapsizmi? Men yana aytaman. Istalgan muammoingizni o'ylang. Istalgan muammoingizni. Ana shu hozir o'ylagan muammoingiz siz uchun tanish yo'l, tanish vaziyat, ong ostingiz uchun tanishmi? Ana shu narsani xavfsiz deb turib ong ostingiz yaratgan. Endi yaxshiroq, boshqacharoq inson bo'lib, o'ziga ishonchli bo'lib, to'kinlikda, sevimli insonlar bilan yashaydigan bo'lsa nima bo'ladi? Ong osti rad qiladi. Chunki bu yo'l tanish emas. Chunki bu yo'l xavfsiz emas. Chunki kimdir bu yo'lda meni aldashi mumkin. Siz yaxshi yo'lni bilmaysizda, yomon yo'lni bilasiz lekin. U yoqda kimdir xiyonat qilsa, normal holat deb qabul qilasiz. Lekin sal yaxshi yo'ldan, tanish yo'ldan ketadigan bo'lsangiz, o'zingizni loyiq ko'rmaysiz o'sha yo'lga. Chunki ong ostida unaqa ssenariy yo'q. Ong osti boshqa narsani bilmaydi. Siz ming voy dod jonimga tegdi, Xudoyim o'zgartir deb bu yoqda baqirib nola qilaverasiz. Lekin sizni taniysiz, aynan tanish yo'ldan yuradi. Bunga ishoning. Endi o'ylab ko'ring. Hozirgi mana shu hayotingizda aynan qaysi vaziyatlar, qaysi voqealar takror va takror qaytarilyapti? Qaysi narsadan chiqib keta olmayapsiz? Demak, o'sha narsa sizga tanish hisoblanadi. O'sha narsa xavfsiz hisoblanadi. Ong ostining eng asosiy vazifasi, demak tushundingiz-a? Bizni xavfsiz saqlash, xavfsizligimizni ta'minlash. Baxtli qilish ham emas, boy qilish ham emas, xursand qilish ham emas. Eng asosiy vazifasi bizni xavfsiz saqlash. Biz uchun o'sha xavfsizlik kodi degan joyga urush, janjal, pulsizlik, yomon vaziyatlarda yurish, o'sha narsa xavfsiz deb yozilganmiz. Aynan o'sha vaziyatda yurasiz. Endi buni o'sha ong ostini kovlab turib, ana shu ssenariy qachon, qayerdan kelyapti degan savolga javob topib, o'zgartirgandan keyingina ong osti o'zgaradi. Bunda faqat konkretni tayyor bo'lgan odamlar ishlaydi. Ya'ni buni voy qanaqa o'zgartiraman, uyda o'ylab o'zgartirsammikan, bir narsa qilsammikan degan narsa bilan o'zgarmaydi. Konkretni odam ishlashga tayyor bo'lsa, o'sha vaziyatni, o'sha hayotini o'zgartirishga,
bo'ldi, men bu hayot bilan yashamayman. Men o'zimni hayotimni quraman. O'zimni hayotimda, o'zimni haqiqatimda yashayman deb o'zgartirishga, o'sha mas'uliyatni bo'yniga olishga tayyor inson bo'lsa, bu vaziyatni o'zgartira oladi. Kommentariyada yozib keting, sizni hayotingizda aynan qaysi vaziyatlar takrorlanyapti va siz uchun xavfsizlik nima? Qaysi vaziyatda yashab men hozir xavfsiz yashayapman, mana shu holat tanish deb o'ylayapsiz? Video foydali bo'lgan bo'lsa men xursandman. Sizlar bilan Bahriddinov Olimjon bo'ldi. Salomat bo'ling azizlar.